Abdurrahmon ibn Avf bir kun o'tirganlarida ovqat olib kelganda xodim ovqatni ko'rib juda bir tansiq taom ekan, yig'laganlar. Aytganlarki, falonchi birodarlarimiz shu taomlarni yemasdan ketdi. Bizga bunaqangi maishat to'g'ri kelyapti. Bizning mukofotimiz oxiratga qolmasdan dunyoda berib qo'yilayotganidan qo'rqaman. Shunaqa bo'lishidan qo'rqaman deb yig'lab yemasdan turib ketganlar. Keyin, ya'ni maishat kengaygan. Hazrat Usmon davrlaridan boshlab keyin odamlarning kengligi boshlangan. Oradan bir asr o'tib, yarim asr o'tib, boshqa madaniyatlar ham kirib kelib, kishilarda dinga amal sahobalarning, tobiinlarning davridagi daraja qolmagan. O'sha zohidlik, o'sha haqiqiy islomiy odobni va haqiqiy ibodat yo'lini saqlab qolish uchun zohidlar ularning kiyimlarini kiyib, o'shalardagi tang hayotni o'zlariga ixtiyor qilishgan.